O'rtoqlar, Yakkasaroyga kelganmiz. Yakkasaroyda uy qidirib yurganlar diqqatiga zo'r variant. Shundoqqina Piramid Tower'i ro'parasida joylashgan 8 qavatli binoni 7-qavatida 2 xona, 3 xonaga o'zgartirilgan 58 kvadrat metr. Kirib yashashlik uchun tayyor mebel texnikalari bilan zo'r uyimiz chiqqan o'rtoqlar. O'zini parkovkasi, bolalar o'ynash maydonchasi, shaharning markazidan uy qidirganlar uchun zo'r variant. Videoda o'tkazib olmanglar, olib kirib ko'rsatamiz. Do'stlar, xonadonimizga ham chiqib oldik. Chiqqanimizda shunaqangi chiroyli prixoshka bizni kutib olyapti. Chap qo'lda o'zlarining shkoflari, kiyimlarini yechish uchun chiroyli sharoitlar qilib berilgan. O'ng qo'lda oynalari, eng qizig'i, domofonlarini naqalari ham monitorlargacha qo'yib qo'yishgan ekan. Chap qo'lda ko'rib turganingizda hojatxona to'liq kafel qilingan o'rtoqlar. Buni yonginasida, ro'parasida bitta детский spalni, bolalar uchun yotoqxona. Chiroyli aboylarimizni yopishtirib berishgan ekan qizaloqlar uchun. Bu tomondan yuradigan bo'lsak, hammom. O'rtoqlar, joydan unumli foydalanilgan. Ko'rib turganlaringdek qaranglar. Yonginasida shunaqangi o'zining shkoflari hamda stereokalarini qo'yib qo'yishgan ekan. O'rtoqlar, bu esa zavq. Bu esa verandasi, hozirda kuxnya vazifasini bajaryapti. Oshxona qismi tashqariga qaragan oynalari bilan. Xolodilnik, shunaqangi chiroyli mebel texnikalarini qo'yib qo'yishgan ekan o'rtoqlar. 10 tomonga yuradigan bo'lsak, bu yoqda katta, keng, kattalar uchun yotoqxona ko'rib turibsizlar. O'zlarining tashqariga qaragan oynalari, konditsionerlari, hamma nima kerakli jihozlar bo'ladigan bo'lsa, jihozlab berishgan ekan o'rtoqlar. Shunaqangi sentr lokatsiyasi zo'r bo'lgan joydan shunaqangi zo'r uyimiz chiqib qolgan. Nima deb o'ylaysizlar? Narxi qancha o'rtoqlar? Uydagilar tomonidan talashib tortishib bir narxga to'xtadik. 81 ming yana kelishiladigan joyi bor. Pastda raqamlarimizni qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar, videoga like bosinglar, yaqinlarga jo'natib qo'yishni unutmanglar.